Soxta Minecraft ismlari Blockcraft 3D, Minecraft 2D o'yin bo'lgani uchun ular 3D o'yin yaratishgan. World Block Minecraft 3D. Bella, bu ham 3D o'yin ekan. Master Blockcraft. Sizlar ham tepadagi nomlarni ko'rib uyalgandirsizlar. Bunaqa nomlar Play Marketda to'la yotibdi. Sababi esa Minecraftning sal chalg'ib salomlashish esimdan chiqibdi-yu. Yo, WhatsApp. Nigger, boboylar. Salomlash yemadi. Hammaga hello Minecraftchilar. Bugungi video mayli 1 soat gapirib mazgilarni minus qilish niyatim yo'q, shuning uchun videoni boshlaymiz. Minecraftimiz World Block Minecraft 3D. O'yin versiyasi 1.76. Oxirgi yangilanish 26-mart 2026-yil. Yuklanmalar soni 5 milliondan oshiq. Talab etilgan Android versiyasi esa 4 dan yuqori. Muallif Yas Media. Ishlab chiqarilgan sanasi 1-may 2021-yil. O'yinga kirishim bilan baholashni so'radi, lekin menga asosiy menyu eski Minecraft bilan bir xil. Skinlarga kirib ko'rish. Yo, what the fuck? Bir sozlash qilish ham bir xil. Xo'sh, men hozir yangi mitsadal qilib ajoyib sit beraman, hozir yozib kiramiz. O'yinga kirish ham eski Minecraft bilan bir xil. Minecraft o'zi hammayla stabil telefonlar uchun bo'laveradigan ajoyib grafikada ishlangan. Qishloqlar esa zo'r. Minecraftdan chopilgan albatta. What the fuck? Rudalarni ham ko'rishingiz mumkin. Asosan Minecraftdan chopishgan, albatta eski versiya. Yo, what the fuck? Bu tillarni qaranglar. Chopishganda ham shunaqa o'zgartirib chopish. Yo, cho'chqada olmos shilem bor. Grafikaga keladigan bo'lsak, grafika yo, mana bu realistik olovga qarang. Keyingi Minecraftimiz bo'lsa Blockcraft 3D. O'yin haqida versiyasi 3.39.0. Oxirgi yangilanish 16-iyun 2026-yil. Yuklanmalar soni 500 milliondan ortiq. Talab etilgan Android versiyasi 6.0 dan yuqori. Muallif Wildlife Studios. Ishlab chiqarilgan sanasi 24-avgust 2016-yil. O'yinga kirishingiz bilan sizni 1 tiyinga qimmat bo'lgan intro kutib turadi. Doimgidek biz uni o'tkazib yuboramiz. Yo, what the fuck? O'yinga kirishim bilan Minecraft o'ynashni o'rgatyaptimi? Lekin menga o'yin yoqchi, chunki ssenariysiga kiradigan bo'lsak, bu Minecraft asosan sizga qurishni o'rgatadi. Menimcha, yangi Minecraftni boshlagan bolalar uchun ajoyib tanlov bo'ladi. Chunki bu yerda siz qurishni o'rganishingiz mumkin. Ko'rib turganinglardek, men yaxshi tualet qurdim. Unga kiradigan bo'lsak, o'yinda Minecraftning yaxshi tomonlari bor. Chunki bu yerda F5 modi bor. Mana ko'rishlar. Yo, what the fuck? Yana plus tomoni, o'yinda xarita bor. Menimcha bu juda ham zo'r. Bizning 3-Minecraftimiz o'sha Master Blockcraft. O'yin haqida versiyasi 1.60. Yo, what the fuck? Oxirgi yangilanish 12-may 2026-yil. Yuklanmalar soni 5 milliondan ortiq. Talab etilgan Android versiyasi 5.0 dan yuqori. Muallif esa yo, what the fuck? Darkhound Mobs. Ishlab chiqargan, yaratilgan sanasi esa 27-noyabr 2020-yil. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, o'yin menyusi chopilmagan. Til tanlash imkoniyatlari mavjud. Ancha juda ko'p ishlatganiga o'xshaydi. Yo, mana bu sozlamalarni qarang. Bu o'yinda Javaga o'xshab o'zini tovushi bor ekan, lekin ajoyib world yaratish imkoniyatlari ham mavjud. Hozir ko'ramiz. Nomini nima qo'ysam bo'ladi? Jumavoy. Menimcha ajoyib nom qo'yganga o'xshayman. O'yinni tezlashtirib o'yinga kirib oldim va o'yinga kirganimdayoq meni o'ziga tortgan narsa bu qo'l. O'zi ham bu qo'lga bitta bodring yetishmayapti-da. Yo, mana bu odamchasini qarang. Eng qiziq, bu animatsiyalarni qarang. Super qahramon bu. Qassoskorlar. Yo, mana salomlashni qaranglar bo'ldi. Menga juda yoqdi animatsiyalar bilan ishlangan, ajoyib. Va lekin yerda to'g'risi o'xshatish olmagan. Zirkamdan ozgina surfay qildim va bu joylarni tezlashtirib oldim. Lekin ko'rishlar mumkin, meni rosa ham qo'yishdi. Mana marhamat.
nihoyasiga yetdi. Sizlar esa kanalga like bosib, videoga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Present MC bo'ldi. Albatta